Bismillahirrahmanirrahim. Barliq hamdu sana va maqtashlar olimlarning parvardigori Allohga xosdir. Go'zal durud va salomlar payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lsin. Dunyoda bizdek Allohdan boshqa madadkori yo'q, yetimchi millat ko'p emas. Bizdek batur, zulmga bosh egmaydigan haqqoniy millatmo yo'q emas. Shundaqla bizdek oq ko'ngil soddaligidan o'zining do'st dushmanini kechkib tushunadigan, o'zining qahramoni bilan sotqinini farq etolmay gangirab yuradigan nodon millatmo oz emas. Ammo azaldan nohaqchilikka qarshi turish, adolat barpo qilish, haqqoniyatga ovoz qo'shishni dinni, milliy va insoniy adab axloqlar qatoridan, balki odamiylik majburiyatlarining jumlasidan deb bilgan ajdodlarimiz qulluqqa va mustamlikka hech qachon tiz bukmadi. Toki haqqoniyat o'z o'rniga chiqmoqcha, zulm va nohaqchiliklar butunlay yo'qolmoqcha, bu xil kurashlar mangu to'xtab qolmaydi. Biz yiroq o'tmishimizni qo'yib turib, yaqinqi 60-70 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsaqmi, har qanday qonliq bostirishlarga bosh egmay, zulm va istibdodga, mustamlika va qulluqqa qarshi elib berilgan talayligan jihodi va inqilobiy kurashlarimiz tinimsiz davom qilib keldi. Ikkinchi dunyo urushidan keyingi mustaqillik ko'rishidimi eng dastlabki avangardlardan bo'ladigan ham dunyo bo'yicha tunji islom jumhuriyati qurolgan qahramon xalqimiz atrofimizdagi barliq dushmanlarni hayron qoldirib, o'zining shonliq obrazini namoyon qila olgan edi. Turli va mo'l boyliqqa to'lgan bepoyon Turkiston zaminining haqliq egilari, buyuk va komil madaniyatning munavvar sohiblari bo'lgan xalqimizdan tahdid his qilib kelayotgan dushman qora niyat Rus cho'shqilari bilan Xitoy zolimlarining til biriktirib elib borgan planliq suiqasdi natijasida butun Turkiston xalqi talon-taroj qilinib, G'arbi Turkiston Rus zo'magarlarining, vatanimiz Sharqi Turkiston bo'lsa, tajovuzchi Xitoylarning mustamlikasiga tushib qoldi. Hali to'xtamay isyon ko'tardi, inqilob qildi, ilmi ham qilyotdi. Bu jarayonda o'zining g'ururi va nomusini qo'g'dash, vijdoniy burchlarini ado qilish, xalqimizning hurligi, xotirjamligi va ikki dunyolik baxt saodatini qo'lga keltirish uchun o'zligidan qo'zg'alib, qonliq badallar bilan tarix batlarida shonliq sahifalarni ochgan son-sanoqsiz mard mujohid qiz o'g'lonlarimiz, shir yurak qahramonlarimiz uzilmay chiqib turdi. Ularning issiq qonlari va jonlari badliga qo'lga keltirgan shonliq natijalari hiligar shu niyatlarning oldam xolsiz tushib ketgan bo'lsa-mu, ularning ish izlari xalq qalbidan va Allohning rahmat nazaridan mangu tushib qolmaydi. Barat Hojim dal oshundoq fidokor mujohidlarimizning biri. Afsuski barliq erkinliklardan mahrum qoldirilgan,
ta'lim tarbiyada monopol qilingan sho'rpeshani xalqimiz matbuot, axborot va tashviqot sohalarida yolg'on yovdoqlar, besim va tahdidlar bilan qattiq tunjuqtirilganligi sababidan eng esil va munavvar, haqiqiy xalqparvar va vatanparvar qiz o'g'lonlarimiz hiligar Xitoy zolimlarining g'arazlik va maqsadlik holda nomussizlarcha to'qib chiqqan turli tuhmatlarning qurboniga aylanib nohaq zulm chekayotmoqda, xo'rlanmoqda, nafratga qolmoqda. Vaqtsiz xazon bo'lgan mujohidlarimizning o'lgilik ish izlari asta-asta unuttirilmoqda. Shuning uchun biz bu qitim barliq imkoniyatlarimizni ishga solib, dal oshunda qahramon namunalarimizni yod etish, ularning pok g'ururini xalqimizga to'nitib, xalqimizning fidokorlik ruhini urg'utish uchun va shu orqali qonliq badallardan qo'rqmay, vatanning haqiqiy hurligini qo'lga keltirishga ilhomlantirish. Shundaqla kelgusi avlodlarimizning ulardan o'ligi ilib, botur va qaysar cho'ng bo'lishi uchun xalqimizning inqilobiy ruhiga ma'naviy kuch-quvvat qo'shish va ilhom baxsh etishni umid qilib, bu filmni tayyorladik. Biz oldi bilan agar Barat hojim bizning ichimizdan chiqqan bo'lsa, uni beshimizga elib ko'targan bo'lardik. Sizlarda qahramonlarning qadrini bilish kamkan deb Barat hojimga bo'lgan qoyilligini ifodalab kelayotgan turk xalqining maxsus Barat hojimni eslab tayyorlagan filmni ko'rib boqaylik. Barat Hacı Allah'a kavuştu. Yeryüzünde sevilmeye değer adamlardan biri. Barat hacim Allah'ның dergahıga ketdi. Yeryüzüde yaxshi ko'rishga arziydigan kishilarimizdan yana birsi azaydi. O erkinlik ruhiga ega arslan edi. O saq 93 yil mangdi. Ömrünün oxirida Allohga sig'inib yana Kabe'ga bordi. Va shu muqaddas zaminda ruhini taslim qildi. O bir burkut edi. Tog'dak hayvatning simvoli edi. Tuproq kabi musulmon, Tangri tog'dak Uyg'ur edi. İsmi Barat, ruhi mustaqillik edi. Oq soqoli, bayroq kabi lapildab turadigan bu darvish odam ko'k bayroqni egiz ko'tarib mangan edi. Emdilikda o Allohning dargohiga ketdi. Tarixni nutqvoz va shuarvozlar emas, balki dal Barat hojimdek tavranmas iroda va mustahkam e'tiqod egalari shakllantirmoqda. Ularning nomi yashnaydi, ish izlari o'chmaydi. Ana tug'ilgan bovoqlardan yangi Barat hojilar maydonga kelmoqda. Chunki Barat hoji to'polonchi emas, zo'magar emas, balki bir butun millatning haqqoniy ozodligi uchun, insoniy hurligi va adl adolati uchun tinmay kurash qiluvchi mujohid inson. Shuning uchun undaqlarning izi o'chmasin, haqqoniy kurashlari davom qilsin. Bu yo'lda o'lganlarning makoni jannat bo'lsin. Men uni 7 yil ilgari xabarlarda ko'rgan edim. 100 yillik alamni eslatadigan ikki ko'zidan daryo kabi eqiyotgan yoshlari oshu uzun, quyuq, oppoq soqoliga do'milab tushganida bir qo'li qizil Xitoyning elchixonasining temir reshatkasiga chetilgan bo'lsa-mu, yana bir qo'li g'azab bilan tugilgan holda qattiq o'ksimakdi. Beshida Uyg'ur do'ppisi, putida mayskalach.
shundoq tasvirlashga bo'ladiki, beshi Turkiston, oyog'i Arabiston. Barat Hoji edi, ana shundoq inson. Barat Hojimning 93 yillik umrining 6 yili iflos qari Xitoyning, 22 yili hiylagar qizil Xitoyning qorong'u zay turmalarida o'tdi. O bu 28 yil jarayonida Xitoy zolimlarining eng chidog'usiz, eng shafqatsiz, qiyin qistoqlarining hammasiga duchor bo'ldi. Yatmagan zay qorong'u zindonlari, yemagan tayoq to'qmoqlari, anglamagan haqorat, til dashnomlar qolmadi. 1,5 metr uzunlikda, 80 santimetr kenglikdagi qorong'u kamir. Na may, na go'sh, chorak asrdan beri har kuni faqat bir parcha qo'noq zag'risi bilan tik turib, put qo'llarga silingan 10 necha kilogramlik ko'zi ishkal, zanjir kishallarni ko'tarib yurib, o'limning vahimalari va jismining ojizliklarini yengiladi. Bu jarayonda tozlik uchun zarur bo'lgan bir cho'gin suv tugil, Allohning bekorlik oftoblardan mahrum qilindi. Quyosh nurini kunda faqat 5 minutlik ko'ralaydi. U bo'lsa-mu, birsida suv, birsida tamoq yeydigan ikki sapol qochini jallodlarga sunib berish uchun eshik ochilgandi. O shunchalik kirlishib ketganki, ishtonlari chak-chak bo'lib sunib ketadi. Chechi bilan soqili bir-biriga kirishib ketgan edi. O'sib ketgan tirnoqlarini tashqi surkab qisqartadi. Bu 20 necha yil jarayonida kechalari Qur'on tilovat qildim. Namoz o'qidim. Kunduzlari badan chiniqtirdim. Agar shundoq qilmagan bo'lsam, Alloh burun tugashgan bo'lardim. Alloh egam o'zi saqladi deydi Barat Hojim. İflas Xitoylar ochiq lozi bilan ochiq suvning qaynatilgan aralashmasini uning burniga quyganlikdan ko'zlari ojizlab ketgan edi. O shundoq dahshatli qiyin qistoqlarga uchraganki, badani ko'kirib, saq yerlari qolmagan. Hatto bir bo'riki sesib ketgan edi. Ammo Barat Hojim qaddini tik ko'tarib yurmoqda. O shundoq mag'rurki, biz Turkiyada ko'rayotgan oy yulduzli ko'k bayroqni u lapildatdi. Sahar vaqti ajablangan askarlarga namozdan keyin uyqum kelmadi. Oylanib kelay dedim deydi u. Shundoq, uning qandoqmi uyqusi kelsin? Haqiqiy erkak o'z xalqining g'amini yemay, qandoqmi tura olsin? O chet eldagi mard o'g'lonlarning oldida oy yulduzli ko'k bayroqni egiz ko'tarib, Turkiyaning barliq shahar viloyatlarida namoyish qilib qolmasdan, balki Amerika, Angliya, Germaniya va Fransiyalarga qadar bordi. Hatto Makkaga beribmi hajda bayroq ochdi, namoyish qildi. O vatanining hurligi uchun, xalqining erkinligi uchun oxirgi bir tiniqini ayab qo'ymadi. Men yiqilmadim, yengilmadim deydi Barat Hojim. Shundoq, eng tirishchanlarimiz xaritini ichib, nefit yetkash yo'linishini qizil qalamda ishoratlash bilanla kifoyalanamiz xolos. Halbuki musulmon qarshilik ko'rsatish harakatining nima ekanligi, shaxsiy shijoatning nimaga teng keladiganligi haqida to'xtalganda so'zlash navbatini Barat Hojimlar oladi. Xitoy deganida tukirdi u. Xuddi turmadan chiqqandan keyinmi nazarband ostida o'tkazgan 3 yillik jarayonida dumbisida vatan xoini, maydisida pan islomizmchi, pan turkizmchi deb yezilgan xalat kiygan holda
tozalagan nijosatga tükürgandek tükürüdü. Mushtimini tugib durib, ya istiqlol, ya o'lim deydi Baratajim. Baratajim uyimizning kam qolgan o'l tishini to'liqlaydi. Baratajim qandoq yashash haqida dars beradi. Uning mushtimi askari ko'p Yavuz Xitoyni, heligar Rostani yanjib tashlag'usi. Uning qo'llari yangi tug'ilg'usi Sharqiy Turkistonning ajdod bo'shigi bo'lg'usi. Chunki uning ismi Baratajim, ruhi haqqoniyat. Mana bu Türkiye musulmonlarining Baratajimga bergan bahosi. Amaliyotda bular uning hayotining nihoyatda oz bir qismi. Shunda ular uning riyodan saqlanish uchun yo'shirganlarini, duch kelgan qismatlarining ko'pligidan unutganlarini, boshqalarga so'zlab tushundirib bo'lg'isiz piyag'onlarga sabab bo'lgan o'z qavmining nafsoniyatchi mal'unlari tarafidan yetgan aziyatlarni ular nadimi bilsin. Shundaqdimi biz qilolmagan, balki qilishni xohlamagan ishni ular qildi. Biz son-sanoqsiz qahramonlarimizning shaxsiy tarixini, ish faoliyatlarini tanishtiradigan bundaq biror hujjatli film chiqarib boqmadik. Natijada haqiqiy qahramonlarimizning simosi xunuklashdi. Gavdalik ish izlari ulug'var g'oyalardan yug'urilgan ruhi nihoyat tezla unutildi. Bizning tashviqot sohasidagi bo'limsizligimiz, shaxsiyatchilik xohishimizning ig'irligidan yo'lbos yo'q tog'da maymun podsho degandek qadrlanishga tegishlik namunalarimiz ko'milib qoldi. Baratajim vatanning yaqinqi zamon mustaqillik kurashlariga bevosita qatnashgan. Turmularda 28 yil nohaq zulm chekkan. Xitoy kommunistlarining vahshiy qirg'inchiliklari, heligar aldamchiliklari, chekdan oshgan tajovuzchiliklari, jumladan barliq qilmish atmishlarga qarata isbot bo'laligidek birdan bir shohid edi. Afsuski Baratajim Allohning dargohiga ketdi. Shunda uning bilan qalbidagi barliq orzu armon, dard alam, arzu shikoyat va g'am qayg'ulari birga ketdi. Chunki u barliqini vatanning mustaqilligini qo'lga keltirishga, musulmon xalqining erkin nafas ilishiga, hurlik va ozodligi yo'lida kurash qilishga, oy yulduzli ko'k bayroqning Sharqiy Turkiston osmonida lapildishi uchun otavatdi-yu, lekin vatan ichi sirtida o'z xalqi tarafidan chetga qiqildi, yaklandi. Bo'libmi chet elda nafsoniyatchi g'ojamlar va atalmış saxta da'vogarlar oldida eng ig'ir haqoratga uchradi. Hatto kasal bo'lib yetib qolgan chog'larda egi choqsiz tashlandi. Barlig'ini xalqi uchun beg'ishlagan bir fidokor azimat mushundaq chog'da insonparvarlik yuzidan bo'lsa-mu yemek içmek bilan ta'minlanish u yoqda tursin, hatto yotoq uydanmi haydaldi. Nima uchun? Zodi nima uchun? Nihoyatda aniqki, Xitoy kommunistlari bir tarafdan vatan ichidagi haqiqat axborotlarini kontrol qilib, yolg'on uchur tarqatsa, yana bir tarafdan vatanning ichi sirtidagi ba'zi kishilarni setib oldi. Hatto ba'zilar o'z-o'zini sotdi. Texmi yomon bo'lg'uni shuki, atalmış vatanparvar, xalqparvar, da'vogar siyoqiga kirib olgan saxta makkarlar
Xitoy zolimlar bilan til biriktirib, mustaqillik da'voyimizni burmiladi. Aksicha, dal Barat hojimdek xalqning g'amini haqiqiy yeydigan, ularning orzu-armani, ahu pig'onlarini dunyoga jakarlaydigan, buning uchun barliqini pido qiladigan xolis niyat, o't yurak azimatlar har xil g'araz maqsad va moddiy manfaat muddaosidagi mal'ullarning tuhmatlariga uchradi. Shaxsiyatchi nodonlar tarafidan xo'rlandi, haqorat qilindi va o'z xalqiga yomon ko'rsatildi. Shundoq do'st dushmanlarimizni farq etish engimizning tuvalligi, muhabbat nafratimizning xunugligi, badal to'lashdan qochqanligimiz sababli bir umr pok yashab o'tgan vijdonliq olimlarimiz, jamoat arboblarimiz va iqtidorli talant egalarimiz bir kechada qo'lga elinib, bosqinchi, o'g'ri, atkaschi, buzuq unsuri ataldi. Xalqi olam oldida dafsandi qilindi. Hatto qirib, mag'durdan ketgan o'limalarımizga hangi degan batnomni choplashdan qilchi xijil bo'lmaydigan Xitoy tajovuzchilarining fitna ig'volarga oldinib, rasmido yolg'onmido deyishadigan va o'z qarindoshlariga ishonch qila olmay, ulardan gumonlanadiganlarmi xili chiqdi-yu, ammo unda tuhmatlarning qurboniga aylangan fidokorlarning shon sharafini qo'g'dashga hech kim jur'at qilib boqmadi. Bugun biz duch kelayotgan masala dunyodagi har qanday bir millat va qavm duch kelayotgan masalalardan necha hassi ig'ir va murakkab. Dunyoda bizdek ig'ir sinoqlarga duch kelganlar oz bo'lsa-mu, lekin bizdek inkos qaytarayotganlar hech yerda bo'lmas kerak. O'limdan qo'rqish, hayotga to'ymaslik bizni mushundaq beshimizni ichimizga tiqib, yuraveradigan sharmandaliklarga ko'ndirivyaptiki, akang kimni osi yengan shu. Yakchashmining shahriga borsang, bir ko'zingni qis. Zaman sana boqmasa, sen zamonga boq. O'zgini qo'y, o'zingni bil. Qo'ngni qis, yo'lingga mang degandek, sotqin, munofiqona fikrlar qalblarning qibla tomlariga choplanmoqda. Xalqning g'amini yegan, davosini qilganlar sarang. Haqqoniyat uchun badal to'laydiganlar ahmaq hisoblanib, ularning oila ta'valari yetim qoldirilmoqda. Bayram bo'lmoqda. Buning ta'sirida nurg'unlagan iymonliq, vijdon g'urur egalarimi orqasiga qarab to'xtab qilishga majbur bo'lmoqda. O'zlari orzu qilayotgan hurlik va haq adolatning badalsiz qo'lga kelmaydiganligini his qilib turib, jur'at qilmayotgan bichora xalq, xoin munofiqlarning qaymoq turishlari bilan zulmga, nohaqchilikka, mustamlikaga qarshi terkishish, intilish va izlanishlarni hech bir xijil bo'lmasdan tuxumni toshqa urganlik, singan nilni yemaslik, o'zini halok qilganlik deb valaqlaydigan odam surat hayvon yuraklar oqil, dono bo'lib to'nilmoqda. Tarix takrorlanmoqda. Savoblar tashlanmoqda. Qismatlar unutilmoqda. Xoinlar texmi ko'ranglamoqda. Sotqinlar sarkashlik qilmoqda. Munofiqlar barg'an sir asabiylashmoqda. Ammo ulardan hisob oladiganlar yo'q. Aksicha, uningga intilgan fidokorlar eng ichinishli qismat ilkida xo'rlanmoqda. Ana, atrofimizdagi yana qanchilgan Barat hojilar ochiq alam yutmoqda, yeklanmoqda, kamsitilmoqda. Bu hol qachongacha davomlashadi? Haqiqiy haqqoniyatchi palvonlar qachongacha bardoshlik beradilar? Halbuki zulm chekidan oshmoqda.
mazlumlar nola qilib ochiq engirmoqda. Nohaqchilik hamma yerda yomg'irmoqda. Adolat, haqqoniyat bizdan qonliq badallarni talab qilmoqda. Jannat bizni chaqirmoqda. Ammo bu oq ko'ngil, sodda go'l xalq aqli hushini qachon topar? Qachonmi dunyoning g'oljir ishlari g'ajilab tashlab o'tgan so'ngakchilikmi qimmati yo'q vaqtliq rohat farog'atiga go'l bo'lmay, shaytonning vasvaslariga pisand qilmay, iffat nomusini, vijdon g'ururini, iymon islomini qo'g'dash uchun barliqidan kechalaydigan bo'lar. Qachonmi bir Allah yo'lida janggohlarga otlanadi. Kichik chig'irlar dadisi bilan birga jangga otlanib, yovuz dushmanlarni ona tuproqidan qo'g'lab chiqarish uchun barliqini beg'ishlagan. Urush qaynimiga necha qitim sho'ng'ib chiqqan. Oz vaqt bo'lsa-mu, mustaqillikning ta'mini tetigandan keyin hilgar dushmanning odam qalbidan chiqqan qiyin qistoqlari ostida o'tkazgan necha 10 yildan keyinmi o'zining haqqoniy yo'lidan qat'iy bo'shashmay, dushmanning yuragiga nashtar bo'lib sanjiladigan bu shonliq mujohid, milliy qahramon kurash obidimiz Barat Hajim zulmga uchirg'ichi barliq musulmon ummatining egilmas sunmas irodasi va bitmas tugimas g'ayrat shijoatining namoyandasi va zarracha mehr shafqatga muhtoj bo'layotgan millionlarcha mazlumning qalbida umid uchqunlari paydo qiluvchi o'chmas gulxan bo'lib qolgusi. Amin. Shunda uningdek qahramon fidokorlar mangu tiz bukmaydi, mangu bo'yin egmaydi, mangu tugimaydi. Ular mayli qancha ig'irchiliklarga duch kelmasin, mayli qanchalik badallarni beribmi hech nimaga erisholmay dunyodan kessin. Chunki ularning ko'rishi haqqoniy ko'rish, da'vosi yo'lliq da'vo, nishoni Allah'ның razılığı, ahlakı, sünneti Resulullah, davası la ilahe illallah, gururi, vicdani Allahu Ekber. Şuna ula mengü galiptir. Ularning dunyolıqı şan şeref, ahiretligi ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlardir. Shak shubhisizki eng cho'ng ziyon tortquchilar yanil zolimlar va ularga nodonlarcha agashgan, ularning dibg'i usul o'ynaydigan qo'lchamoqchilik, yaloqchilik bilan o'z qavm qarindoshlarining har ikki dunyosini nobud qilgan ahmaq g'olchilardir. Munofiq, xoin, sotqinlardir. Oxirida hammaylarga shuni tavsiya qilmoqchimizki, qahramonlar xorlanmasin.